Tilni g'iybatdan asragan inson qalbini asragan insondir. Sukut ko'pincha najotdir. Til ne'mat ham, sinov hamdir. Uni g'iybatga ishlatish esa qalblarni sindiradigan og'ir gunohdir. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi aytadiki, meni bergan ne'matlarimni sanasangiz, uni sanog'iga, uni adog'iga yetolmaysiz deb marhamat qiladi. Mana shu ne'matlarni ichida biz uchun katta bir ne'mat borki, bu azizlar, til ne'mati, kalom ne'mati. Alloh bizga gapirguvchi til berdi azizlar. Go'zal kalom qilishlik imkoniyatini berdi. Tilimizni, so'zlarimizni, kalomlarimizni Allohning rozi qilish yo'lida ishlatmoqligimiz, dunyo va oxiratimizga manfaat yetkazadigan so'zlarni gapirmoqligimiz mana shu kalom ne'matini shukri bo'ladi azizlar. Sizlar bilan bu berilgan ulug' ne'mat kalomning ofatlari haqida gaplashmoqchimiz bugun. Kalomni ne'matligini hammamiz bilamiz, lekin mana shu kalomning ofatlari bor azizlar. Bugungi kunda hammamiz deyarli Alloh bizni kechirsin, mana shu ofatni ichida bo'lib qoldik. Kalom ofatidan qutula olmayapmiz. So'z ofatidan qutula olmayapmiz. Agar shu ofatdan qutulsak, boshqa hamma muammolarimiz yaxshi bo'lib ketardi. Shuning uchun siz azizlar bilan bugun kalom ofatlari haqidagi turkum suhbatlarimizni qilmoqchimiz. Kalom ofatlari, gap bilan, so'z bilan bo'ladigan ofatlar. Eng birinchisi azizlar, bu keraksiz so'z. Ali ibn radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan go'zal bir hadisda Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Imom Termiziy rivoyat qildi bu hadisni. Rasulimiz alayhisalom aytibdilar, o'ziga keraksiz narsani tark qilish kishi islomining go'zalligidandir dedilar. Ya'ni islomning go'zalligi, musulmonning go'zalligi molo ya'ni degan so'zni ishlatamiz biz ko'proq. Mana shu molo ya'ni degani o'ziga na dunyosiga na oxiratiga manfaat bermaydigan gaplar. Azizlar, gapirayotgan gapimiz yo dunyoyimizga foyda bersin, yo oxiratimizga. So'zlarimizga qaraylik, qaysinisi bo'lyapti bugun? Soatlab gaplashib o'tirgan do'stlarimiz davrasidagi suhbatlarga nazar solaylik. Yoki bo'lmasa biror bir anjuman yoki boshqa joy, qayer bo'lsin. Ba'zan soatlab ketgan vaqtimizni oxirida sarhisob qilsak, na dunyoga, na oxiratga foyda bo'lmagan bo'ladi. Mana shu gaplarni molo ya'ni deydilar Rasulimiz alayhissalom. Mana shu gaplarni, mana shunaqa foydasiz, keraksiz gaplardan chetlagan odamning islomi go'zaldir deyaptilar-da Payg'ambarimiz alayhissalom. Islomingizni go'zal qilmoqchi bo'lsangiz, go'zal musulmon bo'lmoqchi bo'lsangiz, azizim, bekorchi gaplardan, keraksiz gaplardan o'zingizni ehtiyot qiling. Hammamiz o'zimizni bir sarhisob qilaylik azizlar. Bir o'zimizga insof nazari bilan qaraylik. Keyingi paytlarda odamlar bilan bo'ladigan suhbatlarda manfaatli so'zlarni topish juda nodir holat bo'lib qoldi. Uyda bo'lsin, ishda bo'lsin, ko'cha-ko'ydagi gurunglarda bo'lsin. Avvallari yoshi keksa odamlar bilan o'tirib gaplashishlik zavq berar edi. Agar biror yoshi ulug' inson bilan o'tirib suhbatlashsangiz, u odam o'zini hayotini aytib berishligi ham siz uchun bu dunyoning bir katta maktabi edi. Kim bilan gaplashishni ham bilmay qoldik. Hatto yoshi ulug' odamlar bilan gaplashganda ham Alloh kechirsin, gap faqat g'iybat, ig'vo va boshqa noloyoniy gaplardan boshqa gap yo'q. Shunday ekan, bizlar azizlar, so'zimizni yaxshilik tomoniga burishni o'rganishimiz kerak. Bolalarimizga ham shuni o'rgatishimiz kerak. Uyimizda o'tirganda buni boshlashimiz kerak. Bugun hammamiz uydagi suhbatimizni ko'z oldimizga keltiraylik. Ko'chada ehtimol o'zimizni nazorat qilarmiz. Qayerdadir o'tirishlikda boshqalar qarab turibdi-ku, menga deb
o'zimizcha so'zlarimizni boshqacharoq aytishga harakat qilarmiz. Lekin odam uchun eng erkin holat bu uning uyi, yaqinlari davrasi. Qarang, farzandingiz sizni gapingizdan dunyosi va oxirati uchun manfaat olyaptimi? Suhbatingiz nimadan iborat bo'lyapti? Kimidir tijoratdagi yutug'i haqida gaplashasiz yoki kimidir martabasi haqida gaplashamiz yoki qaysidir bir oilaning muammosi. Endi hozir eng yaxshi suhbatlardan bittasi bu Instagram orqali bitta oilani topib olib faqat shuni muhokama qilish bo'lyapti. Hatto oila davrasida ham. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut" dedilar. Kim Allohga iymon keltirsa va oxirat kuniga iymon keltirsa, yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasa sukut saqlasin dedilar. Azizlar, gaplarimiz manfaatli bo'lsin. Agar gapirayotgan gapimiz yaxshi gap bo'lmasa, yaxshi sukut saqlashimiz biz uchun manfaatliroq. Chunki insonni do'zaxga yetaklaydigan eng birinchi narsa bu til, gap. Bir hadisda aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalomdan marhamat qilinadi. Inson ertalab uyg'onganida butun a'zolari tilga qarab aytar ekan: "Ey til, sen to'g'ri bo'l. Sen to'g'ri bo'lsang biz ham to'g'rimiz. Sen egri bo'lsang biz ham egrimiz" deyar ekan a'zolar. Tilimizni to'g'rilasak, azizlar, keraksiz gaplardan o'zimizni olib qolsak, ana o'shanda biz hadisga muvofiq oxiratga va Allohga iymon keltirganlar qatorida bo'lamiz. Ha azizlar, tilning ofatlarining eng birinchisi keraksiz, hech kimga foyda bermaydigan gaplardan saqlanishlik. Agar mana shu mashg'ulotni bir qilib ko'rsak, hamma qilsa bo'ladi. O'zi hayotimizda qarasak, ba'zi insonlarni eslaylik, ustozlarimiz, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketganlar, qiblagohlarimiz, mana katta-katta otalarimiz, bobolarimizni yillar davomida bir ozgina qilgan suhbatimiz xotiramizda qoladi. Odamlarda shunday gap bor: "Falonchi bilan men suhbatlashganman. Falonchini taniysizmi?" desa, "Ha, taniyman. U kishi bilan bir marta bir suhbatlashishga musharraf bo'lganman." Chunki uning suhbatidan uni qalbida manfaat qoldi. Shuning uchun gapirayotgan gaplarimizda kimgadir yoki o'zimizga dunyo yoki oxiratimizga foyda keltirsin. Yaxshiliklarni gapiraylik, tarbiyali gaplarni gapiraylik yoki bo'lmasa istig'for aytaylik. Tilimizni bekorga charchatmaylik azizlar. Kitob o'qiylik, zikr aytaylik, manfaatli so'zlarni gapiraylik. Til ofatidan o'zimizni ehtiyot qilgan bo'lamiz. Tilning eng birinchi ofati ma la ya'ni dedik. Keraksiz so'zlardan saqlanmoqlik. Alloh bizni hammamizni tilimizni manfaatli aylasin azizlar. Kalom ofatlaridan, so'zlashish ofatlaridan ikkinchi ofat bu botil so'zga kirishish debdilar ulamolar. Botil gaplar shariat qaytargan gaplar. Yana Rasulimiz alayhisalomda so'zlariga qaytaylik. U zot aytadilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda: "Innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib" dedilar. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Ahmad, Imom Muslim hazratlari rivoyat qilganlar. Ya'ni Rasulimiz aytibdilarki, banda bilib bilmay bir so'zni aytadi va shu tufayli do'zaxning mag'rib bilan mashriq orasida ham chuqur joyga tushadi dedilar. Tasavvur qiling, banda bilib bilmasdan bir so'zni aytadi. Shu so'z tufayli uni do'zaxning mag'rib bilan mashriq orasidan ham chuqur joyga tushadi deyaptilar Rasulimiz alayhisalom. Alloh saqlasin, mana shu gapimiz bilan shunday bo'lyapti. Eng katta narsa mana shu botil gapdan kelib chiqadi. U gapdan husumat kelib chiqadi. U gapdan bir-biriga dushmanlik kelib chiqadi. Til g'iybatdan pok bo'lsa, qalblar ham osoyishta bo'ladi. Yaxshi so'z baraka keltirsa, sukut esa ko'p holatga hikmatdir.